2026 yıl dələşlərdə qatnışa tağın qışlaq ocaq texnik və agregatlarının təmirlənişi, ularının işə qay halda şaylığı boyunca bugün minəkay Amudara tumanının Tolqın həm də Ağaltın emem tıpları da şunday oku seminarları, ya körkazmalı seminarlar bo'lib o'tmoqda. Bunda asosiy maqsad 2026 yılda g'o'za maydonlarini 76 sxemalı, santimetr sxemalı g'o'za qatoralarini chigitish rejalashtirilgan bo'lsa, shu tumanda bu ishlar qanday olib borilganligi o'rganiladi. Tumanda fermer xo'jaliklari tomonidan texnikalarni, masalan, chapiq traktorlarni 76 qatorasi 76 santimetrga moslashtirilishi, unga qanday tartibda nimalar kerak bo'ladiganini hamda kultivatorlar 76 sxemaga moslashtirilganligini shu yerda tumanlardan kelgan fermer xo'jaliklari tomonidan bir qator ko'rib chiqilib, keyinchalik bunday seminarlar respublikamizning boshqa tumanlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.